هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Nisa tefsiri 128. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem, emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi Nisa suresinin 128. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Eğer birer ayal erinin köngülsüz boluşidan yoki yüz örüşidan endiş qilsa, ularning o'zaro kelişişi hech qanday gunoh emas. Kelishish üzülüşüp ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah sizlarni mukofotlaydi. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardardir. Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbata va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargizmi qodir bo'la olmaysizlar. Shuning uchun birsiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bordekmi emas, yo'qdekmi emas, esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Agar ikkisi üzlüşüp ketsa, Allah öz fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Allahning fazli kengdir, hikmat bilan ish qilguchidir. Erning ko'ngilsiz bo'lib qoladiganligiga munosabatlik hukmlar to'g'risida Allah Taala bu oyatda ayolning ahvollaridan xabar berdi. Bu ahvol shulardan iboratki, gahi ayolidan yüz o'rgan, gahi ayoli bilan yarışıp qolgan ve gahi ayolidan ayrilib ketadigan ahvollardir. Birinci holatda ayol erining o'zidan yüz o'rishidan qo'rqsa, erining ustiga vojib bo'lgan o'zining chiqimini kiyim berish yoki uy tutib berish ve uningdan boshqa haqlarining hammasini yoki uning ba'zisini erning zimmasidan saqib qilib ermi uningga qo'shilsa, u ikkisiga hech qanday gunoh bo'lmaydi. Ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish üzülüşüp ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan, ya'ni yarışıp olish ayrilib ketgandan yaxshidir. Abu Davud Tayalisi İbn Abbas radıyallahu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Savda Peygamber aleyhisselamning o'zini taloq qilib o'tishdan qo'rqib, ey Allohning payg'ambari, meni taloq qilmasalar, men kunimni Ayşe radıyallahu anhaga o'tinib beray. Mening navbatim keladigan kuni siz Ayşe radıyallahu anhaning uyida bo'lsizlar, dedi. Peygamber aleyhisselam shundoq qildi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. İbn Abbas radıyallahu anhuma mundaq deydi. U ikkisi bir narsaga kelishsa durust bo'ladi. İmam Buxoriy ve Muslim Ayşe radıyallahu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
Zam'aning qizi Savda qerib qolganda o'zining navbati keladigan kunini menga o'tinib berdi. Shuningdan keyin payg'ambar alayhisalom Savdaning navbati kelganda mening qishimda bo'ladi. İmam Buxoriy Ayşe radiyallahu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishining amrida uning bilan ko'p bir yerda bo'lmaydigan bir qeri ayoli bo'lib, u kishi uningdan ayrilib ketishni xohlaydi. U ayol men to'g'riliq sening xohlaganingcha bo'lsin. Ya'ni sen menga yaqinlashmasangmi mayli, lekin meni taloq qilib etmagin dedi. Shuning bilan bu oyat tushdi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishishning ayrilib ketishdan yaxshi ekanligi to'g'risida. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Er kishi ayoli bilan ayrilib ketish bilan ketmaslikda uning o'z ixtiyoriga qo'yildi. Agar er kishi ayoliga ko'ngilsiz bo'lib qilib, boshqa bir ayolni uningdan ustun ko'radigan bo'lsa, u erning ayolidan ayrilib ketgani yaxshidir. Lekin oyatning ma'nosidan mundaq mazmun chiqadi. Xuddi Zam'aning qizi Savda o'zining navbat kunini Ayşe radhiyallohu anhaga o'tinib berish orqali payg'ambar alayhisalomdan ayrilib ketmay, uning ayollari qatorida ko'rishiga kelishganda boshqa ayollarning erining ustidagi ba'zi haqlaridan kechishi orqali erning uni taloq qilmasligiga kelishishi ular uchun butunlay ayrilib ketganidan yaxshidir. Payg'ambar alayhisalomning shunday kelishishi ummatiga shu ishning durust bo'lganligini bildirishdir. Alloh taologa er ayolning yarishib qilishi ajrashib ketishidan yaxshi ko'rildi. Kelishish uzilib ketishdan yaxshi. Balki Alloh taolo taloqni yomon ko'rdi. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah sizlarni mukofotlaydi. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha terissanglarmi ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'la olmaysizlar. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma Ubayda Salmani, Mujahid, Hasan Basri va Zahhak ibn Muzahim qatorliqlar mundaq deydi. Ey insonlar, sizlar ayollaringlar orasida hamma ishda barobar bo'la olmaysizlar. Sizlar ayollaringlarning qishida bir kundan turib, ularning o'rtasida odillik qilsanglar, ko'nglinglarning ma'lum birisiga bakrak moyil bo'lishida sizlarga hech gunoh yo'q. Sizlar ayollaringlarning qishida bir kundan turib, ularning o'rtasida odillik qilsanglar, ko'nglaringlarning ma'lum birisiga bakrak moyil bo'lishida sizlarga hech gunoh yo'q. Imom Ahmad, Abu Davud, Tirmizi, Nasa'i va Ibn Majah qatorliqlar Ayşe radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom ayollar orasida, ya'ni kechida ularning qishida yetish ishlarida odillik qiladi. Ondan mundaq deydi: "Ey Alloh, bu mening qila oladigan odil taqsimotimdir. Ya'ni men kechini bo'lishda odillik qila olmayman. Ammo sen o'zing ega bo'ladigan, men ega bo'la olmaydigan ishda menga malomat qilmagin." Shuning uchun birisiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bodekmi emas, yo'qdekmi emas, isib qo'yilgan ayollardek tashlab qo'ymanglar.
Bu ayetning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Hasan, Zahhak, Rabi ibn Anas, Suddi va Muqatil ibn Hayyan qatorliqlar mundaq deydi. Uni eri bardekmi emas, eri yo'qdek taloq qilingan ayollardekmi emas, tashlab qo'ymanglar. Abu Davud Tayazlisi Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir kishining ikki ayoli bo'lsa, u uning biriga bakroq e'tibor bilan muomala qilsa, qiyomat kuni uning bir yeni yo'q holati keladi. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Alloh albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Ya'ni agar sizlar ishlaringlarni tuzatsanglar, agar ayollaringlarning kechida yetishda odillik qilsanglar, hamma ahvolinglarda Alloh taoladan qo'rqsanglar, Alloh taolo sizlarning ba'zi ayollaringlarga dillaringlarda moyil bo'lib qolganliklarini sizlardan kechirib o'tadi. Agar ikkisi uzilishib ketsa, Alloh o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Uchinchi holat ayrilib ketish holatidir. Alloh taolo bu oyatda agar u ikkisi ayrilib ketsa, Alloh taolo ayolga uningdan yaxshiroq bir erni berish bilan, ergimi uningdan yaxshiroq bir ayolni berish bilan u ikkisini bir-biridan behojat qiladiganligidan xabar berdi. Allohning fazli keng, Allohning fazli kengdir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudilar va Nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohning mulkidir, maxluqotidir. Alloh maxluqotdan behojatdir, madhiga loyiqdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ey insonlar, agar Alloh xolisa sizlarni yo'q qilib, o'rningizga boshqalarni keltirdi. Alloh buningga qodirdir. Kimiki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'yganki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Rabbidan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Allah bendellerinin sözlerini anlap durğucudur. Bendellerinin amellerini körüp durğucudur. Allah Teala'ga takvadarlık kılış doğrusida. Allah Teala bu ayette özünün osman ziminlarının egisi ve o ikisi de hüküm çıkargıcı zat ikenliginden haber berdi. Şuna özüge ibadet kılış bilen takvadarlık kılış lazımlığını ta'kidlab mundaq deydi. Sizlerden ilgari kitap berilgenlerge, yani Yahudiler ve Nasaralarga ve sizlerge Allah'a taqvadarlık kılışını tavsiye kıldık. Eğer kafir bolsanglar, küfrünla Allah'a ziyan yetkazolmaydi. Allah Teala bu vaqtda Musa aleyhisselamның özünün adamlarına mundaq deganligini xabar berdi. Eğer sizler ve bütün yeryüzüdeki kişiler kafir bulup ketsanglarmı, Allah'a kılçı ziyan yetkazolmaysizlar. Çünkü Allah elbette hemmetin behacettir, medhileşki layıktır dedi. Peygamberini inkar kıldı. İmandan yüz ördü. Allah ulanın imanına muhtaç emestir. Allah məxluqatdan behacettir, medhiga layıktır. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir.
hamma ishni boshqarishga Alloh yetarlikdir. Ya'ni Alloh taolo har bir insonning nima qiladiganligini va hamma narsani kuzatuvchidir va guvoh bo'lguchidir. Alloh taolo har bir insonning nima qiladiganligini va hamma narsasini kuzatuvchidir va guvoh bo'lguchidir. Ey insonlar, agar Alloh xolisa sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltirdi. Alloh buningdan qodirdir. Alloh taolo sizlar uningga osiylik qilgan chig'inglarda sizlarni yo'q qilib etib, o'rninglarga boshqa kishilarni almashtirishga qodirdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar sizlar Allohning toatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Kimiki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydigan, uningga aytib qo'yginki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Robbidan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Ya'ni ey dunyo, ey dunyo ko'yiga berilib ketgan kishi, bilginki Alloh taolo ey dunyo ko'yiga berilib ketgan kishi, bilginki Alloh taolaning dargohida dunyo va oxiratning ne'mati bordir. Agar Alloh taoladan dunyo oxiratning ne'matini so'rasang, Alloh taolo seni behojat qiladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ba'zi kishilar ey Robbimiz, bizga nasibimizni bu dunyoda bergin deydi. Halbuki uningga oxiratda yaxshilikdan hech nasibi yo'qdir. Kimiki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimiki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xolig'idan emas, bizning xolig'imizni beramiz. Ondan uni oxiratda jahannam bilan jazolaymiz. Jahannamga u xorlangan, Allohning rahmatidan qo'g'langan holda kirdi. Kimiki oxiratni ko'zlaydigan va mu'min bo'lib oxiratga loyiq amallarni qiladigan, mundaq odamlarning qilgan amali Allohning dargohida qabul bo'ladi. Bularning va ularning har ikkisiga Rabbingning ato qilganidan beramiz. Rabbingning ato qilgani hech odamdan man'i qilinmaydi. Ularning ba'zisidan qandoq ustun qilganligimizga qarag'in. Oxirat darajalaridagi farq albatta texmi cho'ngdir va ustunlik jihatdagi farq ziyoda cho'ngdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Alloh bandalarining so'zlarini anglab turguchidir, bandalarining amallarini ko'rib turguchidir. Ey mu'minlar, ilohlik uchun guvohlik berishda o'zinglarning va ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdami, adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga rioya qilmasdan yoki faqir bo'lsa, uningga ish og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'lganligini obdan biladi. Nafsi xohishinglarga ergishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmalasanglar yoki guvohlikdan bosh tarsanglar, mundaqda Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turguchidir. Adolatni barpo qilish va guvohlikda adil bo'lish to'g'risida Alloh taolo bu oyatda mu'min bandalarini adolatni turg'izishga va adolatdan chetnab ketmaslikka, ularni
Allah Taala'nın yolida malametxorning malametidan qo'rqmaslikqa va bu yo'lda o'zaro yordamlashishga buyurdi. Yoki fiqir bo'lsa, uningga ich og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Allah uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Ya'ni guvohlik berish Allah Taala'nın razılıqını izleş üçün bolsun. Şu çağda o guvohlik to'g'ri ve adil bo'lgan bo'ladi. Şuna Allah Taala mundaq deydi: Özаңlarning ve ata-anаңlarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdimi, nafsi xohishinglarga ergishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga rioya qilmasdan yoki fiqir bo'lsa, uning ich og'ritmasdan aman adil guvoh bo'linglar. Ya'ni xohishinglar tarafbozlik ve kishilarning sizlarni yomon ko'rishib, sizlarni ishlaringlarda adolatsizlik qilib selishinglarga sababchi bo'lmasin. Sizlar har qanday ahvolda adolatparvar bo'linglar. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Birer qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga adil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin. Düşmaninglarga adil bo'linglar. Bu ya'ni ularga o'chman turib adil bo'lishinglar taqvodorlikqa eng yaqindir. Abdullah ibn Ravahaning Haybarda Yahudilarga degan so'zi buningga munosabatlidir. Payg'ambar alayhisalom Abdullah ibn Ravahani Haybarlik Yahudilarning qishig'a ularning mevalarini va ziroatlarini mo'lchallab kelish uchun avatidi. Yahudilar uning o'zlariga rahim qilishi, ya'ni meva va ziroatlarning son miqdorini ozlatishi uchun uningga pora bermoqchi bo'ldi. U Yahudilarga: Allohning nomi bilan qasamki, haqiqatan men sizlarning qishinglarga insonlarning ichida men eng yaxshi ko'radigan kishi Payg'ambar alayhissalomning qishidan keldim. Men sizlarni maymun va cho'shqilarni o'ch ko'rgandimmi, bakrak o'ch ko'raman. Mening Payg'ambar alayhissalomni yaxshi ko'rganlikim va sizlarni o'ch ko'rganlikim mening sizlarga odillik qilmasligimga sababchi bo'la olmaydi, deydi. Yahudilar mushundaq adolat bilan osmon zaminlar barpo bo'lgandir, dedi. Bu to'g'risidagi hadisni Alloh xolisa oldimizdagi so'rda bayon qilamiz. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmalasanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, yo'shirganlikmi bosh tortganlikdan bo'ladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi: Guvohlikni yo'shirmanglar. Kimki uni yo'shirdi ekan, haqiqatan uning dili gunohkor bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq dedi: Eng yaxshi guvohchi uningdan so'rilishdan burun guvohlik bergan kishidir. Shunga Allah Taala guvohlikni burmalagan va uni yo'shirgan kishining o'zining bu oyati orqali tahdid soldi. Kishiga o'zining bu oyati orqali tahdid soldi. Shunga Allah Taala guvohlikni burmalagan va uni yo'shirgan kishiga o'zining bu oyati orqali tahdid soldi. Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turguchidir. Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Allah onunğa nazil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Allah nazil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nazil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimiki Allohni, Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozgan bo'ladi. Iymon etib bo'lgandan keyin yana iymon etishga buyurish to'g'risida. Allah Taala bu oyatda mu'min bandalarini iymonning hamma tarmoqlariga, ya'ni uning hamma shoxchilari va rukunlariga ishonishiga buyurdi. Bu hargizmi bir qitim qilgan ishni yana qaytadan qilish emas, balki uni texmi to'liqlash va uni davomlashtirish turganlikdir. Xuddi mu'min
her namazda bizni to'g'ri yo'lga boshlaganni o'qishga buyurilganga o'xshash o'ziga va payg'ambarga ishonishga buyurdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: ey Isoga iymon etgan kishilar, Allohdan qo'rqinglar. Allohga va uning payg'ambari Muhammad alayhissalomga iymon etinglar. Allah onunğa nazil qılgan kitapga, yani Qur'an'a ve ilgiri Allah nazil qılgan kitaplarga, yani Qur'an'dan ilgiri nazil qılıngan samavi kitaplarga iman keltiringlar. Bu ilgiriki kitaplarning hammasini öz içiga alıdı. Qur'an'ni tushirganligini nazzala degan so'z bilan ifodaladi. Chunki Qur'an bandalarning hayoti turmushidagi ishlarining ehtiyojga qarab bölüp tushirilgan. Ammo burun kitaplar biraqli tushgan. Ve ilgiri Allah nazil qilgan kitaplarga, yani Qur'an'dan ilgiri nazil qilingan samavi kitaplarga iman keltiringlar. Yani burun kitaplarni biraqli tushirilganligi uchun anzala degan so'zni keltirdi. Kimki Allah'ның farishtalarını, kitaplarını, payg'ambarlarni ve ahiret gününü inkar qiladigan, u qattiq azg'on bo'ladi. Alhamdulillah, Allah şükürler bo'lsin. Shuning bilan Sura Nisa tafsiridan 136 oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.